Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Sag'bondamiz 224-maktab yo suv havzasi sport maktabi bor. 3 sotuvga tushgan hovlimiz 285 yoki 300 sotuv atrofida. Hovli juda ham zo'r, juda ham shinam, remontlari tayyor, kirib yashaydigan holatda. Bitta mashina hovliga bemalol kiradi. Xohlasanglar bu yoqni olib tashlab, yana bitta mashina sig'adigan qo'ysangiz ham bo'ladi. Uy prosta ideal. 2 qavatli bino, 1 qavatli bino. Ichida barcha mebel, texnika, hamma narsa qoladi. Shuni kiyimlar bilan kelib yashayversa bo'ladigan variant, xudo xolasa. Kelib ko'rsanglar joy yoqadi. Olmazor tumani, Sag'bon. Bu yoqda oshxonamiz, o'tiradigan joyimiz, hol studiyniy qilingan oshxonamiz. O'pshiga sanuzel tashalgan. Binoyimiz ichida 5 ta xona, hol. Video davomida hammasini ko'rsataman, podvallarigacha bor. Xudo xolasa kelib ko'rsanglar yoqadi. Videoni oxirigacha ko'ring, like tugmasi esdan chiqmasin. Albatta podpiska qilishni unutmanglar. Ko'rib turganingizdek, hovlidan kiraverish. Kunduz suv xafa bo'lmaysizlar, katta bitta zal bo'lgan. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qavatda. O'ng qo'limizda yotoqxona. Yaxshi mebellar ishlatilgan. Xo'p, bu yerda bitta kichkina koridorchamiz bor. Ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz, podvalga tushadigan zinamiz, bu yerda shkafchamiz bor va o'pshiga sanuzel tashalgan. Podvalga tusharkanmiz bitta katta hol, ko'rib turibsizlar, bemalol o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bitta plyus tarafi begovoy doroshkalari ham bor ekan. Sport zalga juda ham ideal, muzdek turibdi. Bu yerda hozir tikuvchilik bilan shug'ullanishar ekan, foydalanishyapti. Bu yerda kotelniy xonamiz. Ikkinchi qavatga chiqarkanmiz, zinalarni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilingan. Chiqqaningizda bitta katta hol. Bu yerda bitta detskiy xona, bu yerda spanniy xona. Bu yerni hammom tualet qilib olsa bo'ladi, hozir vaqtinchalik qizlarga xona qilib bergan ekanlar, lekin bemalol hammom tualet qilib olsa bo'ladigan varianti bor. Va balkonchamiz bor. Hovliga qaragan, kattagina balkon qismini qaranglar. Kattagina bemalol stol qo'yib o'tirsa bo'ladi. 224-maktab. Narxiga keladigan bo'lsa, $175,000 so'ralyapti. Ozgina suvda bo'ladi, xudo xolasa. Kelib ko'rsanglar, pastki raqamli qilsanglar, lokatsiya hamma ma'lumotlarni beraman. Kelib ko'rasizlar, baraka qilasizlar. Inshaalloh olib duo qilasizlar. 1 qavatli binoyimizda chiroyli mana shunaqa hol qilib qo'yishgan. O'ng qo'limizda hammom tualet prachkasi bor, o'tiradigan joy chiroyli, ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi. Bu yerda chiroyli kompaktli oshxonalar ham qilib qo'yishgan. Narxiga keladigan bo'lsa, $175,000 startoviy so'ralyapti. Ustida ozgina suvda qilamiz. Xudo xolasa kelib ko'rsanglar, yoqsa baraka qilasizlar. Kelinglar, ko'ringlar, joyi juda ham lokatsiyasi ideal bo'lgan joy.